O'ylaymanki, kitobsiz hayot juda zerikarli hayot. Aniq bilaman, kitobda hayotning konsentratsiyasi, javohiri tushadi va u shu sababdan masalan yillab cho'zilib ketgan bir gap biron kishiga aytib bersang salqib eshitgisi kelmaydigan narsa kitobga tushgandan keyin shunaqa qiziq bo'ladi. Isnodli odamlar yozilgan kitoblar haqida aytyapman. Shunaqa qiziq bo'ladiki, u hayotdan qiziq bo'ladi. Chunki unga to'plab olib kelingan mingta gullarni qancha gullarga qo'nib asal olib kelganda, bunda ham yozuvchi shuni, shoir shuni olib kelgan bo'ladi va kitob odamga ko'p narsani beradi. Yozuvchilar o'zi nima qiladi degan savolga javob, biz xalqimizni didini o'stiramiz. Go'zallikni his qildirishga o'rgatadi. Vatanni sevishga mana shu o'rgatadi. Mardlikni o'rgatadi. Yolg'on gapirmaslikni o'rgatadi. Ar-nomusni masalan Surxondaryo xalqi qayerdan olgan? Ana baxshilarda aytganidan olgan. Ana kitob o'qiydigan hamma ham bo'lmagan, hamma ham kitob o'qiy olmagan. Lekin ar-nomusni ana shu baxshilarda aytgan. Juda ibratli bir narsa bor. Baxshilar ham og'zaki kitoblarda aytishgan. Tosh kitoblar qanday paydo bo'lgan? Agar shuni bilan tanish odamlar bo'lsa, o'zimizda tekstlari bor. Meni xalqim tarqab ketdi deb boshlaydi. Men deydi buni xalqimni yig'moqchi bo'ldim, tiklamoqchi bo'ldim. Hokazo, butun qiyinchiligini yozib, she'rda yozilgan shu toshlarga yozib olib keladi. U kitob yo'q, bu xotiralar yo'q bo'lib ketmasin deb toshga o'ydirgan. Bizning bobolarimiz shu gaplarni bir avlodlarga borib yetib kelsin, meni budunim deb yig'laydi-da. Budun degani xalqim. Xalqim meni yomon ahvolga tushdi deydi. Bular bunday qildi, bu bunday. Men yig'im. Bular yo'q bo'lib ketmasin deb toshga yozilgan, tosh kitoblar. Tosh bitiklar deymiz. Qancha suruv yilqilarga, suruv mollarga kitob almashtirib ketishgan. Podshalarga sovg'a yuborilganda albatta mana shu kitob ham bo'lgan. Turkmanlar ham Navoiy nimasini ko'chirgan, masalan, ani o deb aytgandir, ani ye deb aytgandir, o'zicha qo'yib o'qiyvergan. Shunda o'sha quyunlarga sovg'a sifatida Navoiy bir devonini yuboradi. Endi chiroyli, bezatilgan, hokazo yaxshi ko'rishgan. Navoiy Ma'rifdan qaytganida, Hirotga qaytganida yosh g'azallar uchun mashhur bo'lib ketgan. Hirotga kelgan, endi qanaqa kelgan? Bir parcha qog'ozga yozilib kelingan bo'lsa kerak-da. Bu yerdagi ishqibozlari, bu yerdagi Navoiyning ishqibozlari, muxlislari ana shuni devon qilishgan. Navoiy kelganda yosh yigit 20lar atrofida shuni sovg'a qilgan. Bu eng katta sovg'a bo'lgan.